Ko'zatchi maymun. Tajribani to'g'ri yakunlash. Hikoya qilinishicha, burun bir savdogarning nihoyat aqlli bir maymuni bor ekan. Savdogar maymunni o'g'ridan saqlanish uchun do'koniga ko'zatchi qilib qo'yadigan. Maymun bu do'konga nihoyat yaxshi qaraydi ekan. Egisi yo'q chog'da biror do'konga yaqinlashishga urinsa, maymun chiyqirib xo'jayiniga belgi berdi-kanda, o'g'ri shu an qochib ketadi ekan. O'g'irlardan biri bir qancha qatim bu do'kondan biror narsa o'g'irlashga urinib boqqan bo'lsa-mu, maymun doim hushyor turganligi uchun o'g'irlik qila olmabdi. O'g'ri bu ishdan nihoyat g'azablanib, maymunga chandirmay o'g'irlik qilishning yaxshi bir chorasini izlashga boshlabdi. O'g'ri asnashning boshqalarga yo'qotganligini, agar bir odam boshqalarning oldida asnasa, boshqalarning u odamga o'xshash asnaydiganligini o'ylab, bu amalni maymunga ishlatib boqmoqchi bo'libdi. O'g'ri o'zidan ehtiyot qilib turgan maymunning oldiga keldi va uningga yaxshi muomala qilgandek qilib asnashga boshlabdi. Maymunmi o'g'riga o'xshash asnashga boshlabdi. O'g'ri uyqusi kelgandek qilib ko'zini yumibdi. Maymunmi bak yerib ketgachga uyqusi kelib tatliq uyquga ketibdi. O'g'ri bo'lsa, asta do'konning ichiga kirib, o'g'irlik qilib bo'lib qochib ketibdi. Do'konning egisi do'konga kelib, maymunning tatliq uyquga ketganligini va do'kondagi narsa keraklarning o'g'irlanganligini ko'rib, maymunni nihoyat qattiq urib ketibdi va uning bo'shanlik qilganligini ayblabdi. Bir qancha vaqtdan keyin yilq o'g'ri yana kelibdi. Ham oldingi qatimdagidek asnashga boshlabdi. Maymun o'g'rini masxir qilib, uning oldida har xil harakatlarni qilishga boshlabdi. Xuddi men sening nim qilmoqchi ekanligingni bilib oldim. Endi hargiz asnamayman degandek. Barmoqlari bilan ko'zini yuqab ichibdi. O'g'ri bu qatim quruq qo'l qaytibdi. Aslida aqlli maymun tunji qatimliq ishdan yaxshi savoq olgan ekan emasmi?